Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xudo xolasa mana Loyang brendiga tegishli 300 kilolik eshikchalik murabbiyimiz tanishtirishga harakat qilamiz inshaalloh. Jitki storimiz bo'ladi mana oldilari. Mana bort holat, hozirgi holatda eshikchalik holatlari. Bemalol o'tirib, yosh balachalarni ham o'tirg'izib olib, kishi bemalol ketaveradi, bemalol. Yosh balachalar bo'lsa ko'proq ham. Balonlari sakadiskali. O'ta chiroyli. Xudo xolasa yomon narsa bas. Buni oldilab bo'yib bo'lmaydi. Bunda bor narsalar endi. Jitki tormiz. Bluetooth magnitofonga ega. Albatta pult. Zavod bo'lish. Chiroqlar yonishlar. Qo'shimcha komplektlarda bosh kiyim, oyoqdagi polik, zaryadniki bo'ladi. Bunga akkumulyator 35-8 li akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Mana bu sedinali holat mana. Sedina holati shu bo'ladi. Mana bunisi yukxona bo'ldi mana. Yig'ishtirilib qo'ysa yukxona bo'ladi. Kimga shunday skuterlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomer qoldiramiz, nomerga telefon qilaverasizlar.